Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Gift to Cash kanali. Bugungi videomizda biz sizlar bilan internetda mining qilib pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Demak, sizlar tayyor bo'lsanglar, biz videoni boshlaymiz. Mana bizning bugungi video obzorimizda yangi ochilgan loyiha, bu loyihaning nomi MinexBit deb nomlanadi. Ya'ni saytga bugun start berildi. Bu sayt orqali biz avtomatik mining qilib pul ishlab borishimiz mumkin. Demak, saytga kirishimiz bilan xuddi shunaqa glavniy oynasi ochiladi. Bu yerda pastroqqa tushib, sayt haqida ma'lumotlar olsanglar bo'ladi. Polniy ma'lumotlarni berib qo'ygan. Bu yerda mana уже 605 ta odam registratsiyadan o'tgan. Почти 80 ming rublga yaqin bu saytga уже investitsiya kiritilgan. Bu yerda qanaqa qilib mining olib boriladi, shular haqida ma'lumot olishinglar mumkin. Demak, tepadagi bo'limlar haqida yana ma'lumot olsanglar bo'ladi. Biz hozir pul ishlash haqida gaplashib o'tamiz. Demak, saytdan pul ishlash uchun birinchi bo'lib registratsiyadan o'tish kerak. Registratsiyadan o'tish oson. Bu yoqqa mana PR kashlogimizni yozib qoldiramiz va отправить tugmasini bossak bo'ldi. Biz saytdan registratsiyadan o'tgan bo'lamiz. Men hozir ko'rsatib beraman. Mana bu yoqqa PR kashlogimizni yozib oldik, отправить tugmasini bossak bo'ldi. Bizga sayt avtomatik registratsiya qilib beradi. Demak, har bitta yangi kirgan odam uchun bu saytda kunlik dohodi 1,5 rublni tashkil qiladi. Bu yerda ko'rib turganingizdek, o'zi yozib qo'ygan. Agar sizlar minimalkaga pullarni yetkazib, prosta yechib olaman desanglar, minimum saytga 10 rubl sarmoya kiritishinglar kerak. Shuni ham unutmanglar. O'shaning uchun hozir yengiligida sarmoya kiritib olib, bemalol ishni boshlab olsanglar bo'ladi. Demak, tepada har xil bo'limlari bor. Пополнить bo'limi orqali biz saytga sarmoya kiritsak bo'ladi. Ya'ni o'zimiz registratsiyadan o'tgan PR hamyonimiz orqali minimalniy 20 rubldan boshlab biz saytga sarmoya kiritsak bo'ladi. Bu orqali bizning miningimiz tezlashadi. VVCertif bo'limi orqali biz pullarni yetsak bo'ladi. PR ga minimalniy 5 rubldan boshlab pul yechishimiz mumkin. Komissiyasi ko'rib turganingizdek 0% ekan. Xohlasanglar SPB karta orqali yoki USDT BEP20 seti orqali minimalniy 500 rubldan boshlab sarmoya kiritishinglar mumkin. Faqat 5% lik komissiya SPB kartasiga amal qilar ekan. Referali bo'limi orqali sizlar saytga do'stinglarni chaqirib yana plyus daromad olishinglar mumkin. Bonus bo'limi orqali har 24 soatda kirib 1 rublgacha bonus olishinglar mumkin ekan. Buning uchun mana najmite v kartinku deb qo'ygan. Endi kartinka, mana shu kartinka ustiga bir marta bosamiz, ko'rib turganingizdek bizga bonus berdi. Keyingisi kontakt bo'limi. Bu bo'lim orqali sizlar bu saytda podдержкасы bilan bog'lanishinglar mumkin. Bu yerda prosta PR hamyonni ko'rsatib qo'ygan. VT bo'limi orqali sizlar o'zingizlarni profilingizdan chiqib ketishinglar mumkin. Ko'rib turganingizdek sayt absolyutni oson, yangi kirganlar ham osongina tushunib olishi mumkin. Bu yerda mana ускорить tugmasini bosib biz saytga sarmoya kiritib miningimizni oshirsak bo'ladi. Sabrat bo'limi orqali mining pullarimizni balansga o'tkazib bemalol keyin VVC tugmasi orqali yechib olishimiz mumkin. Bu yerda ko'rib turganingizdek Telegram chati ham bor. Demak, hozirlarga sarmoya kiritib ko'rsatib beraman. Buning uchun ускорить tugmasini ustiga bir marta bosamiz, пополнение bo'limiga o'tkazib yuboradi. Bu yerdan summani yozib o'tishimiz kerak. Biz 100 rubl sarmoya kiritamiz. Bu yerdan продолжить tugmasini bossak, bu yerda o'zingizlar tanlab o'tishinglar kerak. PR ustiga bir marta bosamiz, bizani PR ga o'tkazib yuboradi. Ya'ni bu saytga sarmoya kiritish avtomatik bo'ladi. Bu yerdan rublni tanlab o'tamiz, подтвердить, yana bir marta подтвердить tugmasini bosib, hozir biz saytga tezda sarmoya kiritib olamiz. Buning uchun mana confirm tugmasini bosamiz. Va bizga xuddi shunaqa oyna ochilib saytga obratna qaytarib yubordi. Bu yerda ko'rishinglar mumkin. Успешная tranzaksiya degan yozuv chiqardi. Endi kabinet bo'limiga o'tib biz ko'rishimiz mumkin. Bizning kunlik daromadimiz 10,5 rubl bo'ldi. Ya'ni bu saytdan biz kiritgan sarmoyamizga qarab kunlik 10% daromad olib borishimiz mumkin ekan. Men minimalkaga pul yechishi bilan, ya'ni 12 soatdan keyin bu saytdan pulni yechib screenshotlarini Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Bemalol Telegram kanaliga o'tib qaysi saytlar to'layapti, qaysi saytlar to'lamayapti, shular haqida ma'lumot olib borishinglar mumkin. Keyin aytib o'taman, agar sizlar videoni 3-4 kun yoki 5-6 kundan keyin ko'rayotgan bo'lsangiz sarmoya kiritishni tavsiya etmayman. Hozir mana yangi ochilganda sarmoya kiritib pul ishlab olish mumkin. Demak, bu saytda silkasi bizning Telegram kanalimizda bo'ladi. Telegram kanalimizga qanaqa qilib o'tish kerakligini screenshotlarini ekranga chiqarib qo'yganman. Bemalol Telegram kanalimizga o'tib saytda original silkasini olib sizlar ham pul ishlashni boshlashinglar mumkin. Agar qanaqa loyihalar yangi ochilyapti va bundan ham qiziq loyihalar kerak bo'lsa, aytib o'tganimdek, biz Telegram va YouTube kanalimizda har doim video obzor va ma'lumotlar berib boramiz. O'shaning uchun bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun YouTube va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlaverasizlar degan umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.